Germaniyada molni qadri bor, lekin mashinani qadri yo'q akalar. Molni qadri bor, mashinani qadri yo'q. Men bu narsani ko'p sizlarga aytganman, endi sizlar baribir ahamiyat bermaysizlar. Unaqa o't talashib, men mashinani просто ko'ringlar. Mana o't, mana bamperdan ko'ra uzunroq bo'lib o'sishi uchun bu mashina necha oy mana shu yerda chirib ketgan bo'lishi kerak. Bu mashina necha oy chirib ketgan bo'lishi kerak akalar. Hozir bu mashinani olib ketgani keldim-da, hozir olib ketaman. Mana endi qaranglar, ramkasi yo'q ekan. Olib ketgani kelganman, xullas. Bu mashinalar bu turishini ko'rib jicha. O'sha mashinani orqasiga o'tdim-u jicha yig'lab oldim akalar. Nahot mashina qadri shu darajaga yetibki, O'zbekistonda bo'lmaydimi? Ey. Shu har bitta o'tgan odam voy shaytalanib qoladi-yu bu mashinani ko'rib. O't o'landi ichida xorzor, lekin men shu gapimga javob beraman. Mashinani qadri molnikidan past, chunki fermasida mol boqayotganlarni ham ko'rganman-da. Molni tagiga gilam solingan akalar. Mol boqarlar, molni tagiga gilam solingan, lekin mana mashinani qadri yo'q. Mana Germaniyada shu ahvol. O'shaning uchun Yevropaga qiziqmaylar, albatta sizlar o'ylagandek mashinalarga qiziqishmaydi.